Birda ishlaymiz. E'tibor beringlar. 400 gram eritma bor. Bu 100% bo'ladi. Bizda endi tuz foiz 20%, shuni 20% ni aniqlab olamiz. 420 ko'paytirib 100 ga bo'lib o'ramiz. Demak 80 bo'ladi. 80 gram tuz. 400 dan 80 da ayırsam 320 qoladi. Bu suv bo'ladi. 320 gram suv. 80 gram tuz, 320 gram suv. Javob C. 2-1 ishlaymiz. 200 gram eritmamiz bor, e'tibor beringlar. 200 gram eritmamiz 100% bo'lsa, biz 10% ni aniqlab olamiz. 200 ni 10 ga ko'paytirib 100 ga bo'ladigan bo'lsak, 20 chiqadi. 20 gram tuz bor. 200 dan 20 ni ayirsam 180 gram suv bo'ladi. Bizda erigan modda tuz so'rayapti, 20 gram chiqdi. Javob C bo'ladi. 3-1 savol ishlaymiz. 20 gram 10% eritma bor. Demak 20 gram 10% eritma, 20 gram eritma bo'lgandan keyin 100% bo'ladi. Erituvchini so'rayapti. 10% tuz bo'lsa 90% demak nima bo'ladi? Suv bo'ladi. Suv aniqlab olamiz. 20 ni ko'paytiramiz 90 ga, bo'lamiz 100 ga. Shunda 18 chiqadi. 18 gram suv, ya'ni erituvchi bo'lgandan keyin suv bo'ladi. Javobimiz D javob bo'ladi. 4-1 savol ishlaymiz. Demak, e'tibor beringlar. Foiz konsentratsiya so'ralyapti. Necha foizli eritma hosil bo'ladi deb. Demak, 40 gram suvga qo'shishimiz kerak tuzni. Tepaga tuz qo'yiladi. Oxirida 100 ga ko'paytiriladi. Shu amalni bajarib. Demak, 10 ni 50 ga bo'lib o'ramiz. 10 bo'lingan 50 0,2 chiqar ekan. 0,2 ko'paytirilgan 100 bo'ladi. Shunda 20% bo'ladi. Javobimiz B. Tepaga tuz qo'yiladi, pastga eritma, ya'ni hammasi, ya'ni suv. 5-1 ishlaymiz. Shuncha gram suvga qancha tuz qo'shsak, demak foiz konsentratsiya. E'tibor beringlar. Tepaga tuzni qo'yishimiz kerak. Tuz yo'q, shuning uchun x deb olaman. Suv bor, 45 qo'shilgan qanaqadir x tuz va bizda 25% eritma hosil bo'lyapti. Demak 25 taqsim 100 bo'ladi. Pastga 100, bu 25. Qaytarib o'taman. Tepaga tuz qo'yiladi, u yo'q, shuncha x deb belgilab oldik. Suv bilan tuz. Pastga eritma yoziladi, ya'ni suv bilan tuzni yozdim. Ishlaymiz. Demak 100 ga ko'paytirsam 100x bo'ladi. Barobar 45 ga ko'paytiraman. 45 ko'paytirib 25. 1125 bo'ldi. Plus 25 ni ko'paytirsam 25x bo'ladi. 100 dan 25 endi x lar birinchi bir tarafga o'tkaziladi, barobar bu tarafiga. Bu tarafga o'tgan ishora almashadi. Demak 75x qoladi. 100 dan 25 ayriladi. 1125 ni bo'lib o'ramiz 75 ga, x'imiz kelib chiqadi. 15 chiqdi x'imiz. Demak tuzimiz 15 gram bo'lgan ekan. Javob C bo'ladi. Hamma masala mana shu oddiy bitta foizga qo'yib ishlanadi. Birinchi savol ishlaymiz. 20 gram tuz, 600 gram suv. Eritma foizini so'rayapti. Demak 20 ga qo'shsam 600 ni 80 eritma bo'ldi. 100%. Mas'ul shuni so'rayapti. Tuzni qancha deb olamiz? 20 ko'paytirib 100 bo'lingan 80. 25% bo'lyapti. Javob D bo'ladi. 3-chi savol ishlaymiz. Tuzimiz bor. 25 gram tuz bor. Va bu 12,5% tashkil etadi. Suvni gramni so'ragani uchun 100 dan ayirib olamiz. 100 umumiy eritma bo'lsa, 100 dan ayirib olsak 12,5 ayrilgan 100, shunda 87,5. 87,5% suv bor. Shuni birato'la topsak ham bo'ladi. 25 ko'paytiramiz 87,5 bo'lingan 12,5 deb bo'lsa bo'ladi. 175 ekan. Demak javob C.